Farzandinglarni uyda obxod qilishni o'rgataman, ya'ni xavfli kasalliklarni oldini olish uchun farzandingizni albatta tekshirib turishingiz kerak. Bu kasalliklardan biri bu displaziya hisoblanadi, ya'ni son suyagidagi bo'g'imidagi muammolar hisoblanadi. Buni belgilari birinchi o'rinda bolani tizzasidan ushlagan holatda razminka qilganingizda qirsillagan ovozlar bo'lishi kerak emas. Bu ham displaziyadan dalolat hisoblanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ikkita tizzani birlashtirganda pastdan qaraganda tizza ko'zlari bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni bittasi baland, bittasi past bo'lishi kerak emas. Bir me'yorda tekis turishi kerak. Keyingisi dumba chiziqlari qarama-qarshiligi bir xil bo'lishi kerak. Agar dumba chizig'i bittasi teparoq, bittasi pastroq bo'ladigan bo'lsa, albatta bolani rentgen qildirish zarur hisoblanadi. Va keyingi belgilardan biri farzandingiz emaklayotgan bo'lsa, bitta oyoqni aktivnosti, ya'ni suslashishi. Bir xil bolalar bor, emaklayotganda bitta oyog'ini siltab emaklaydi. Bu ham son suyagidagi bo'g'imning faoliyati buzilishidan dalolatdir. Kelinglar, men sizga uy sharoitida buni oldini olish yo'llarini o'rgataman. Demak, uy sharoitida oddiy LFK mashqlarini, razminkalarni qildirish lozim. 10 marotaba razminka qilamiz. Ikkinchisi, kitob shaklida oyoqni ochib yopish. Uchinchisi esa oyoqni birlashtirgan holatda belni ko'tarish. Orqa qismidan esa tizzani qoringa olib borish. 10 marotaba bu oyoq, 10 marotaba bu oyoq. Va so'nggi mashqimiz oyoqni kerib ochish. Foydali ma'lumotlarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling.